Mani ismim Salomat. Men Qoraqalpog'iston Respublikasidanman, Nukus shahridan. 2017-yil shu o'qishga tusha olmagandan keyin 17-yil Rossiyaga ishga kelganman. O'sha ishga kelgandan keyin ishlab yurib, 2021-yillari hisoblab ko'rdim. Tanishlarim hammasi o'qiyotgandi universitetda, Moskvada, shu yerda. Shuni hisoblab ko'rsam, men patent bilan ishlab yuruvdim, разрешение на работу bilan. Разрешение на работу, kvartira snimat qilardim. Boshqa dokumentlarga shu hammasini nima qilib, rasxodlarni hisoblab ko'rsam, universitetga tushish, kontraktga tushgan ahvolda ham 162 ming rubl edi. Men ishlab разрешение на работу bilan kvartira snimat qilib yashab yurganim 200 mingdan oshib chiqardi yiliga. O'shanga dokumentlarim hammasini to'g'rilab, topshirib, universitetga topshirganman. Keyin ekzamenlarni o'tib, kontraktga tushganman. Kontrakt hisobida o'qib yurdim. Общежитиesiga ko'chib o'tdim. Общежитие berdi o'zlari. Общежитиеga 1300 dan oyiga to'lardim. Yaxshi, komfortno и plus yana registratsiya ham o'zidan edi. Bemalol yurardim. O'qish очныйda servis fakultetiga o'qishga kirdim. Servis fakultetida цифровой сервисы для бизнеса degan направленияsiga o'qishga tushib, в основном bizlarga programmирование, 3D modelирование, o'sha kompyuter bilan связанный o'qishlar o'rgatilardi. В основном fanlar o'tardik. O'qishning o'zida qiyinchiliklar boshida bo'ldi. Tushunmovchiliklar bo'ldi. Nimalar, auditoriyalar qayerda, расписаниеlar qayerda, prepodavatellar, o'qituvchilarimiz qaysi, kim, nima, o'shalarni boshida birinchi yil qiynaldim ozgina, keyin уже o'rganib ketar ekanmiz. O'sha bilan o'rganib, nima qilib, уже ikkinchi kursdan boshlab oson hamma narsani tushunib olgandan keyin dальше o'qib yurib, ruschani ham yaxshilab olib, более свободно gaplashib yurib, однокурсникlar bilan gaplashib yurib, shu obmen informatsiyalarimiz bilan almashib, bir-birimizga sovetlarimizni aytib yurib, shu bilan 4 yil tezda o'tib ketar ekan o'quvdan. O'quvni o'zi qiyin emas. Masalan, fanlarda zadaniya berilganlarda topshiriqlari, nimalari yechish, nima qilish, основной o'zimga yoqqan sfera bo'lgani uchun, o'sha programmирование, IT sfera, 3D modelирование bo'lgani uchun, o'zimga yoqqan narsalar bo'lgani uchun bemalol, spokойно o'tib olganman. O'qish jarayoni zo'r o'tdi. Men o'zimga o'qish jarayoni zo'r, yaxshi, yengil, oson va tezda o'tib ketdi 4 yil. O'qishda yurib, bitta robot ishlamay qolgandi. Universitetimizda robotlar ham bor, o'shaning bittasi ishlamay qolgan ekan. O'sha dekanatda iltimos qiluvdi, "Sen remont qilib bilasan, texnikani tushunasan" deb, o'shani borib robotni remont qilib bergandan keyin meni ishga oldi. Bu yerga universitetning o'ziga ham официальный трудоустроен bo'lib ishlab yurdim bu yerda. Hozirgacha ishlab yuribman. Hozir yaqinda kecha 25-yil iyulda tugatdim. Diplomini oldim. Gramota, yana nimalarda diplomni работаga mobilniy приложение разработка qilganman. Shu universitet uchun, чтобы nimalarga расписанияларni ko'rishga, shunday mobilniy programma ishlab chiqarganimni konkursga qo'yib, o'shanga ham yana gramota ham berib, дополнительный nima bo'ldi-da, bonus hisobi bo'ldi. Olgan bilimlarimizni ishga ko'rsatamiz endi. Hozir masalan Rossiyada ishlab patent bilan ishlab yurib yurgan bo'lsangiz, xuddi shu ishingizda ishlab yursangiz ham bo'ladi, parallelni o'qib olsangiz ham bo'ladi. Потому что universitetga o'qishga tushib olsangiz, заочный направлениялari bor, очный направлениялari bor. И официально ishlasangiz ham bo'ladi. Parallelni bilim ham olib, diplomini olsangiz, ko'p yana eshiklar ham ochiladi. Masalan, shu o'qishga tushib olsangiz, yaxshi deb o'ylayman. O'ylanib, hisoblab o'zingiz ham ko'rsangiz, mening fikrim bo'yicha yaxshi возможностьlar bo'ladi universitetda o'qib olganingiz ham. Keyin дальнейшем o'zingiz ko'rasiz. Shu diplom bilan masalan O'zbekistonga, boshqa mamlakatga borsangiz ham, masalan, sizda высшее образование bo'ladi. Высшее образование bu yana bir eshiklarni ochishga yordam beradi. Основание bo'ladi hisobi. Shu maslahat qilib ko'raman.
o'ylanib ko'ringlar. O'zimning planlarim hozir o'qishni tugatdim. Дальнейшем yana magistraturaga ham o'qishga topshirganman, zaочный sferasiga. Magistratsiyam полный высшее образованиeni tugatish uchun 2 yil o'qiyman yana. Parallelni dokumentlar, вид на жительствоga dokumentlar topshiryapman. И parallelni o'sha вид на жительство olgandan keyin bitta IT kompaniyaga ishga kirib olsam, o'sha ishda yaxshi oyliklar bilan, yaxshi возможностьlar bilan yashab gullab ketamiz deb niyatdaman.